Siz O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasiga qo'ng'iroq qildingiz. Bog'lanish uchun ichki raqamni bering. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. O'zbekiston chorvachilik qo'mitasi bilan bog'landik. Bugun televideniyada Mayvet va Sevimli telekanallarida kechki dasturlarida shu haqida axborotdan chiqadi deyishdi. To'liq ma'lumotni bilib olasizlar. Keyin bir narsani aytib o'tamiz. Bitta to'liqroq video qo'yamiz Eko Chorva YouTube kanaliga. Molliqlarga taqiladigan birikasi o'sha Sirg'ariyda ana shunday viloyatlar o'zi kesimi bo'ladi. Misol mashinalarda nomerda 40, 50, 60 bo'lsa, unda 030, 033 xuddi mana shu Toshkent, Vohaniki, misol Qoraqalpog'istondan, Qashqadaryodan kelgan, Namangan, Jizzax xuddi shuni bilib olishingiz mumkin. Obuna va like bosishni esdan chiqmasin.